Bugun men sizga juda muhim ogohlantirishni tushuntirib beraman. Telefoningizda bitta shubhali ilova, begona masofadan boshqarish dasturi, bank kartangiz kodi saqlangan xabar yoki firibgarlar o'rnatgan zararli dastur bo'lsa, pensiyangiz, nafaqangiz yoki kartangizdagi pulingiz bir necha daqiqada yechib olinishi mumkin. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nevaralari, qo'shnilari va yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda pulni yo'qotgan odam emas, unga yordam bermagan yaqinlari ham kech pushaymon bo'ladi. Men bu mavzuni oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, bu bobongizga, qarindoshlaringizga yetkazing. Chunki telefonni bugun tekshirib qo'yish ertaga pensiya pulini saqlab qolishi mumkin. Avvallari pensiya yoki nafaqa asosan naqd pul shaklida berilardi. Odamlar pochtachini kutardi, mahalla yoki bankka borardi, pulni qo'lga olardi. Xavf ham bor edi, lekin u ko'proq ko'chada pulni yo'qotish, birovga ishonib berish yoki aldovga uchrash bilan cheklanardi. Bugun esa vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi, mobil ilova orqali ko'rinadi, SMS orqali tasdiqlanadi, internet orqali to'lov qilinadi. Bu qulay. Lekin shu bilan birga xavf ham telefon ichiga ko'chdi. Endi firibgar odamning eshigini taqillatib kelmasligi mumkin. U telefon qiladi, SMS yuboradi, Telegram yoki boshqa messenjer orqali havola jo'natadi. O'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq xodimi, operator yoki hatto mahalla yordamchisi deb tanishtiradi. Eng xavflisi shundaki, odam telefonda nima borligini bilmasa, firibgarga o'zi eshik ochib beradi. Masalan, telefonida AnyDesk, TeamViewer, Rustdesk, AirDroid kabi masofadan boshqarish ilovalari o'rnatilgan bo'lsa, firibgar odamni aldab shu ilova orqali ekranni ko'rish yoki boshqarishi mumkin. Shundan keyin SMS kod, bank ilovasi, karta raqami, pul o'tkazish oynasi hammasi uning ko'z oldida bo'ladi. Men bu yerda shuni aniq aytaman. Davlat yoki bank telefoningizda falon narsa bor ekan deb qonuniy pensiyangizni shunchaki olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar telefoningizdagi xavfli ilova, saqlangan kodlar yoki noto'g'ri sozlamalar orqali pensiya pulingizni yechib olishi mumkin. Ba'zan odam bank olib qo'ydi, pensiyani ushlab qolishdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul kartadan firibgarlarga o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun muammo telefon ichidagi xavfsizlikdan boshlanadi. Oldin odam kartasini yo'qotsa, darhol bankka borib bloklatardi. Hozir esa karta qo'lda turgan bo'lsa pul ketishi mumkin. Chunki karta ma'lumotlari telefon ichida saqlangan bo'ladi. SMS kodlar o'sha telefonga keladi. Bank ilovasiga kirish uchun PIN kod, barmoq izi yoki yuz orqali tasdiqlash ishlatiladi. Agar firibgar telefoningiz ekranini ko'rsa yoki sizdan kodni ayttirib olsa, karta qo'lingizda turgani foyda bermaydi. Yana bir o'zgarish. Odamlar internet havolalariga ko'proq ishonib qolgan. Masalan, pensiyangiz qayta hisoblandi, sizga kompensatsiya chiqdi. 500 ming so'm yordam pul oling, kartangiz bloklanadi. Pensiya to'lovi to'xtatilmasligi uchun ma'lumotni tasdiqlang degan xabarlar keladi. Havola bosiladi, soxta sayt ochiladi, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod so'raladi. Odam bu rasmiy sayt ekan deb o'ylaydi. Chunki sahifada gerbga o'xshash rasm, bank logotipi yoki davlat idorasi nomi bo'lishi mumkin. Lekin bu rasmiylik belgisi emas. Har qanday odam soxta sahifaga logotip qo'yishi mumkin. Yana bir muhim masala. Telefonni kimdir sozlab bergan bo'lishi mumkin. Ko'p pensionerlar, men tushunmayman, nevaram o'rnatib bergan. Telefonchi bola ilova qo'yib berdi. Bank oldida bir yigit yordam berdi deyishadi. Men bunday holatda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Yordam bergan odam yaxshi niyatli bo'lishi mumkin, lekin telefoningizda keraksiz ilova, ochiq ruxsatlar, saqlangan parolar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Xavfsizlikda kimdir yordam berdi degan gap yetarli emas, tekshirish kerak. Endi telefoningizda nimalar bo'lsa, xavf tug'dirishini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi xavfli narsa bu masofadan boshqarish ilovalari. Bunday ilovalar odatda kompyuter yoki telefonni uzoqdan boshqarish uchun ishlatiladi. Ularning o'zi yomon emas, mutaxassislar ham qo'lni ishlatadi. Lekin firibgar qo'liga tushsa, bu ilova juda xavfli qurolga aylanadi. Masalan, pensioner onaxonga qo'ng'iroq qilishadi. Sizning pensiya kartangiz xavf ostida, biz bank xavfsizlik bo'limidanmiz. Hozir himoya dasturini o'rnating deyishadi. Onaxon qo'rqib qoladi, chunki kartadagi pulingiz ketadi deyishadi. Unga ilova nomini aytishadi. Play Marketdan yuklatishadi. Keyin ekranda chiqqan raqamni ayting deyishadi.
Shu raqam orqali firibgar telefon ekranini ko'ra boshlaydi. Onaxonasi bank xodimi yordam beryapti deb o'ylaydi. Firibgar bank ilovasini ochtiradi. Tasdiqlang, kod keldi ayting. Bu bloklash kodi deydi. Natijada 20 milyon 200 ming so'm pensiya bir necha daqiqada boshqa kartaga o'tib ketadi. Ikkinchi xavf bu telefon ichida karta ma'lumotlarini rasm yoki yozuv sifatida saqlash. Ko'pchilik karta raqamini unutmaslik uchun suratga olib qo'yadi. Ba'zilar karta oldi va orqa tomonni rasmga oladi. Orqa tomonda CVV kodi bo'ladi. Bu juda xavfli. Agar telefon yo'qolsa, birov qo'liga tushsa yoki zararli rasmlarga ruxsat olsa, karta ma'lumotlaringiz ochilib qoladi. Ayniqsa pensiya kartasi asosiy daromad manbai bo'lsa, bu rasm telefon ichida turmasligi kerak. Uchinchi xavf bu SMS kodlarini boshqalarga aytish yoki skrinshot qilib yuborish. Men har doim aytaman, SMS kod bu sizning elektron imzoingizga o'xshaydi. Kodni aytdingizmi, go'yoki ha, men roziman degandek bo'lasiz. Bank xodimi, pensiya jamg'armasi, operator, mahalla, prokuratura, soliq hech biri sizdan bank SMS kodini so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, demak u sizning pulingizga kirishga urinyapti. To'rtinchi xavf bu noma'lum havolalar. Masalan, Telegramda pensiya oshirilganlar ro'yxatini tekshiring degan xabar keladi. Odam bosadi. Sayt ism, familiya, telefon raqam, karta raqamini so'raydi. Ba'zan tekshiruv uchun 1 so'm to'lov qiling deydi. Odam kartani kiritadi, SMS kod keladi, kodni kiritadi. Natijada 1 so'm emas, kartadagi hamma pul ketishi mumkin. Chunki firibgarlar oldindan avtomatik to'lov yoki karta bog'lash tizimini tayyorlab qo'ygan bo'ladi. 5-xavf bu telefon ichida eskirgan, yangilanmagan ilovalar va noma'lum APK fayllar. Ba'zi odamlar YouTube reklamasiz ishlaydi. Pul ishlash dasturi, bepul internet, pensiya tekshiruvchi dastur deb nomlangan ilovalarni internetdan yuklab oladi. Play Market yoki App Store'dan emas. Telegram kanal yoki sayt orqali o'rnatilgan ilova ko'pincha xavfli bo'lishi mumkin. U kontaktlarni, SMS'larni, rasmlarni, hatto bildirishnomalarni o'qishi mumkin. Agar zararli ilova SMS'ni o'qisa, bankdan kelgan kodni siz ko'rmasingizdan oldin firibgarga yuborishi ehtimoli bor. Eng avvalo, pensiya yoki nafaqani kartaga oladigan, lekin mobil ilovalar xavfsizligini yaxshi bilmaydigan odamlar xavf ostida. Bu faqat yoshi katta odamlar degani emas. Ba'zi yoshlar ham kodni aytib qo'yadi, soxta havolaga kiradi, noma'lum ilova o'rnatadi. Lekin pensionerlarga bosim qilish firibgarlar uchun osonroq. Pensiyangiz to'xtaydi. Kartangiz bloklanadi. Jarima yoziladi. Bugun oxirgi kun deyishadi. Odam shoshadi, qo'rqadi, tekshirmaydi. Masalan, bir odamning oylik pensiyasi 20 milyon 500 ming so'm bo'lsin. U pulni doriga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga rejalashtirib qo'ygan. Firibgar qo'ng'iroq qilib, kartangizdan shubhali operatsiya bo'lyapti, hozir saqlab qolamiz deydi. Odam hayajondan mayli deydi. Masofaviy ilova o'rnatiladi, SMS kod aytiladi, pul ketadi. Endi bu shunchaki raqam emas. Bu bir oylik dori non, yo'l puli, qarz, ro'zg'or degani. Shuning uchun men bu mavzuni mayda texnik masala deb emas, oilaviy xavfsizlik masalasi deb qarayman. Yana bir misol. Boboning telefonida bank ilovasi yo'q, lekin pensiya kartasi uning telefon raqamiga ulangan. Nevarasi ba'zan o'sha telefondan o'yin yuklaydi. O'yin bilan birga reklama ilovasi yoki zararli dastur tushadi. Keyin telefon g'alati ishlay boshlaydi. Reklama chiqadi, batareya tez tugaydi. Noma'lum xabarlar keladi. Bobo telefon eskirdi deb o'ylaydi. Aslida esa ichida xavfli dastur bo'lishi mumkin. Shu sababli pensioner telefoni faqat qo'ng'iroq uchun ishlatilsa ham, u xavfsizlikdan xoli emas. Agar siz telefoningizga faqat rasmiy do'konlardan ilova o'rnatsangiz, noma'lum havolalarni bosmasangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, karta rasmlarini saqlamasangiz, bank ilovasiga kuchli parol qo'ygan bo'lsangiz va telefoningizda masofadan boshqarish ilovalari bo'lmasa, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay xotirjam bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki firibgarlar har kuni yangi usul o'ylab topadi. Masalan, ular qo'ng'iroq qilganda juda ishonchli gapiradi. Fon shovqini bank ofisiga o'xshaydi. Telefon raqami ham oddiy raqam bo'lmasligi, hatto tanish ko'rinishi mumkin. Ular sizning ismingizni, qaysi bankdan foydalanishingizni yoki qaysi hududda yashashingizni bilishi mumkin. Bu ma'lumotlarni turli manbalardan topishadi. Shuning uchun asosiy qoida bitta: kim qo'ng'iroq qilmasin, pul, karta, SMS kod, bank ilovasi haqida gap boshlasa, suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Endi istisnolar.
Nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Masofadan boshqarish ilovasi har doim ham zararli emas. Masalan, sizning farzandingiz boshqa shaharda bo'lsa va telefoningizni sozlash uchun vaqtincha Anidesk ishlatgan bo'lishi mumkin. Bu holatda ham ilovani tekshirish kerak. Agar hozir kerak bo'lmasa, olib tashlang. Chunki bugun kerak bo'lmagan ilova ertaga firibgar tomonidan ishlatilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasini bloklash hamma muammoni darhol hal qilmaydi. Agar firibgar allaqachon kredit olishga, onlayn to'lovga yoki karta bog'lashga uringan bo'lsa, bankka tez xabar berish kerak. Faqat ilovani o'chirib qo'yish yetarli emas. Bankka qo'ng'iroq qilib, oxirgi operatsiyalarni tekshirtiring, shubhali to'lovlarni ayting. Kartani bloklatish yoki qayta chiqarish haqida so'rang. Uchinchi nozik jihat. Telefon raqamingiz ham moliyaviy kalit hisoblanadi. Pensiya kartangiz, bank ilovangiz, davlat xizmatlari, messenjerlar shu raqamga ulangan bo'lishi mumkin. Agar sim karta yo'qolsa yoki kimdir sizning nomingizdan qayta tiklasa, xavf paydo bo'ladi. Shuning uchun sim kartani ham e'tiborsiz qoldirmang. Telefon yo'qolsa, birinchi navbatda aloqa operatoriga bog'lanib sim kartani bloklatish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Yaqin odamning telefonida ham xavf kelishi mumkin. Masalan, pensioner o'zi ehtiyotkor, lekin kartasini o'g'li yoki nevarasining telefondagi ilovaga bog'lab qo'ygan. O'sha telefon zararlansa, pensiya kartasi ham xavfga tushadi. Yoki qarindosh, men to'lov qilib beraman deb karta ma'lumotlarini o'z telefoniga saqlab qo'yadi. Keyin telefon yo'qoladi. Shuning uchun karta ma'lumotlari faqat egasining nazoratida bo'lishi kerak. 5-nozik jihat. Ba'zan odam firibgarlikni kech sezadi. Masalan, pensiya tushgan kuni kichik 20,000 so'mdan yechib boriladi. Odam buni to'lovlar bilan adashtiradi. Oy oxirida qarasa 700,000 so'm yo'q. Shuning uchun SMS bildirishnomani o'chirib qo'ymang. Har bir kirim-chiqim xabarini kuzating. Agar tushunarsiz operatsiya ko'rsangiz, keyin qarayman demang, darhol bankka murojaat qiling. 6-nozik jihat. Davlat to'lovlari va rasmiy xizmatlar ham firibgarlar tomonidan niqob sifatida ishlatiladi. Subsidiyangiz tasdiqlandi, pensiyangizga qo'shimcha ustama chiqdi. Yordam puli olish uchun kartani kiriting degan xabarlar ko'p uchraydi. Rasmiy idoralar odatda sizdan Telegram havolasi orqali karta CVV kodini va SMS tasdiqlash kodini so'ramaydi. Agar to'lov, nafaqa yoki pensiya haqida ma'lumot kerak bo'lsa, rasmiy davlat xizmatlari bank filiali yoki ishonchli kol markazi orqali tekshirish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi ish. Telefoningizdagi ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonlarda sozlamalarga kiring, ilovalar bo'limini toping. iPhone'da sozlamalar va ilovalar ro'yxatini ko'ring. Siz tanimaydigan, o'zingiz o'rnatmagan, nomi g'alati yoki masofadan boshqarishga o'xshagan ilovalarni tekshiring. Anidesk, TeamViewer, Rostdesk, AirDroid, Remote Control, Screen Share, Assist, Cleaner, Booster, VPN nomlari bilan turgan ilovalarga alohida e'tibor bering. Hammasi ham yomon emas, lekin nima uchun o'rnatilganini bilmasangiz, mutaxassis yoki ishonchli yaqin bilan maslahatlashib o'chiring. Ikkinchi ish. Telefoningizdagi rasm va fayllarni tekshiring. Karta rasmi, pasport rasmi, SMS kod screenshoti, bank parol yozilgan surat, daftar sahifasi rasmi bo'lsa, bularni xavfsiz joyga ko'chirib, telefondan o'chirish kerak. Ayniqsa karta orqa tomondagi 3 xonali kod rasmida ko'rinib tursa, bu juda xavfli. Karta raqamini saqlash kerak bo'lsa, uni to'liq emas, faqat oxirgi 4 raqam bilan yozib qo'ying. Uchinchi ish. SMS va messenjerlardagi shubhali xabarlarni tekshiring. Mukofot, kompensatsiya, pensiya, blok, tasdiqlash, havola kod degan so'zlar bilan kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Havolani bosmang. Agar bosgan bo'lsangiz va karta ma'lumotlarini kiritgan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qiling. Men shubhali saytga karta ma'lumotlarini kiritdim. Kartani bloklang va operatsiyalarni tekshiring deb aniq ayting. 4-ish. Bank ilovangizni tekshiring. Ilovaga kirib, ulangan kartalar, avtomatik to'lovlar, saqlangan qurilmalar, pul o'tkazmalari tarixi, onlayn to'lov ruxsatlari bor yo'qligini ko'ring. Tushunarsiz qurilma yoki operatsiya bo'lsa, bankka murojaat qiling. Agar telefonni yaqinida begona odam ushlagan bo'lsa, parollarni almashtiring. Bank ilovasiga oddiy 1001-1002 tug'ilgan yil kabi pin qo'ymang. 5-ish. Telefoningizga ekran qulfi qo'ying. Parol, pin, barmoq izi yoki yuz orqali ochish bo'lsin.
Telefon umuman parolsiz yurishi mumkin emas. Chunki telefon yo'q bo'lsa, ichidagi SMS, bank ilovasi, rasmlar, kontaktlar barchasi ochiq qoladi. Pensionda odamga parol noqulay tuyulishi mumkin. Lekin 4 yoki 6 xonali pinni o'rganish pulni yo'qotishdan 1000 marta oson. 6-ish yaqinlaringiz bilan kod aytmaslik qoidasini kelishib oling. Masalan, oilada bitta qoida bo'lsin. Hech kim telefonda bank SMS kodini aytmaydi. Hech kim havola orqali karta kiritmaydi. Hech kim begona odam aytgani uchun ilova o'rnatmaydi. Agar qo'ng'iroq qilgan odam shoshirsa, qo'rqitsa, hozir aytmasangiz pensiya ketadi desa, bu aynan firibgarlik belgisi. Haqiqiy tashkilot odamni bunday bosim bilan kod aytishga majburlamaydi. 7-ish, agar allaqachon pul yechilgan bo'lsa, vaqtni boy bermang. Bankka darhol qo'ng'iroq qiling, kartani baloklating, operatsiya raqamini so'rang. Keyin ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Ariza yozishda sana, vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, yozishmalar, SMSlar, pul yechilgan summa, karta oxirgi raqamlari va ilova nomlarini ko'rsating. Telefoningizdagi dalillarni o'chirib yubormang. Screenshot qiling. Lekin shaxsiy kodlarni boshqalarga yubormang. Bankdan operatsiyalar bo'yicha ma'lumotnoma so'rash ham foydali bo'lishi mumkin. 8-ish. Ota-onangiz yoki bobongiz telefonini birga tekshiring. Buni ularni ayblab emas, yordam sifatida qiling. Siz bilmaysiz demang. Firibgarlar juda ko'paydi. Men ham tekshirib qo'yay deng. Ilovalarni ko'ring. Kartalar bog'langanmi tekshiring. Telefon parolini sozlang. Bankning rasmiy raqamini kontaktga saqlang. Shuningdek, ularga oddiy gapni yodlatib qo'ying. Men hech kimga SMS kod aytmayman. Bank bo'lsam telefonni o'chirib, o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman. 9-ish. Telefonni yangilab turing. Android yoki iPhone tizimi yangilanish so'rasa, imkon qadar rasmiy yangilanishni o'rnating. Ilovalarni ham rasmiy do'kondan yangilang. Telefon sekinlashadi deb yillar davomida yangilamaslik xavfsizlik teshiklarini ochiq qoldirishi mumkin. Juda eski telefonlarda bank ilovasini ishlatish ham xavfli bo'lishi mumkin. Chunki ular yangi himoya yangilanishlarini olmaydi. 10-ish, shubhali holatda mustaqil qaror qabul qilmang. Agar sizga pensiyangiz to'xtaydi, kartangizdan pul ketadi, kompensatsiya olasiz deb qo'ng'iroq qilishsa, telefonni qo'ying. Keyin farzandingizga, ishonchli qarindoshingizga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Firibgarlarning kuchi shoshirishda. Siz shoshilmasangiz, ularning rejasi buziladi. Bugun men tushuntirgan eng asosiy fikr shuki, pensiya pulingizni saqlash faqat bank kartasini cho'ntakda olib yurish bilan tugamaydi. Telefoningiz ham pulingizning kaliti. Telefoningizda masofadan boshqarish ilovasi, karta rasmlari saqlangan kodlar, noma'lum APK dasturlar, shubhali havolalar yoki ochiq ruxsatlar bo'lsa, firibgarlar bundan foydalanishi mumkin. Hozir videoni tugatganingizdan keyin telefoningizni tekshiring. Ota-onangiz, bu bobongiz, qo'shningiz telefonni ham ko'rib bering. Agar shubhali ilova ko'rsangiz, nima uchun o'rnatilganini aniqlang. Agar karta ma'lumotlari tarqalgan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, bankka murojaat qiling. Agar pul yechilgan bo'lsa, darhol bank va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar bering. Kommentariyada yozing. Sizga ham pensiya, bank kompensatsiya yoki karta bloklanadi deb qo'ng'iroq qilishganmi? Boshqalar ham ogoh bo'lish uchun tajribangizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ogohlantirishni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish bir oilaning bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.